San'atga baxsh umrning ajib mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri poyidor, navosoz yuraklardan ketmas navo qoladi. Assalomu alaykum. Yulduzlikka qadam ko'rsatuvining bu songi mehmoni Fathulla Chelentano taxallusi bilan mashhur bo'lgan san'at olamiga qadam qo'yib kelgan Fathulla Isroilov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bilasizmi Fathulla, bugun qanday kun? Bugun 15-aprel Madaniyat san'at xodimlari kuni. Biz shu munosabat bilan shu madaniyat xodimlari, san'at xodimlarini 15-aprel ayyomlari bilan chin dildan tabriklayman, qutlayman. Alloh hammalaringni Ramazon oylariga mana bu yil to'g'ri kelgan ekan, xonadonligiga tinchlik, xotirjamlik, ishlariga hammamizga, o'zim shaxsan o'zimizga ham, sizga ham Umidaxon muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hammaligining tan joni sog' bo'lsin, do'stlarimizga ham omadligini bersin. Yaxshi kunda ko'rishamiz. Rahmat, shu fursatdan foydalanib biz ham sizni ushbu bayram bilan muborakbod etamiz. Fathulla, keling, nega aynan Chelentano? Endi san'atda Alloh anondir har insonni o'zini bir yo'nalishi, o'zini bir shu insonni o'ziga bir Alloh ko'ngliga solar ekanda. Biz endi yoshlikda 90-yilda shu Manzur guruhi bo'lib ijodlar qildik, xalqimizga ancha faol xizmatlar qildik. Endi bu do'stlarimiz hozir bu dunyoda yo'q, olamdan o'tishdi, Alloh rahmat qilsin. Keyin taqdir taqozosi bilan men san'at bilan sozanda bo'lib, gitara sozida chalib safarlarga chiqdik. Endi san'at tilida gastrol deydi. Ostonada shu g'oya qanaqadir Alloh ko'ngilga soldi-da. Mana shu italyancha qo'shiqlarga ilhom uyg'ondi. O'zi yoshlikda shu mahallada bu payt esingizda bo'lsa, hamma kechki payt haligi hamma shunaqa yashirdik-ku. Qo'y boqilardi, mol boqilardi, o'tlar o'rilardi, daraxtlar oqlab, ko'klab, hamma haligi nima deydi, mehnatda o'sganmiz hammamiz ham. Shunda kechki payt endi qorong'ida shu ko'chaning yuziga mahalla yig'ilishardik yigitlar bilan hammamiz. Shunda bir qozoq yigitlar u paytda ko'p millatlar ko'p bo'lardi, esingizda bo'lsa, Umidaxon mahallada o'sha Qrim tatarmidi, tatarlar, o'rislar, qozoqlar hammamiz haligi juda ham inoq yashirdik. Birga o'ynaganmiz, birga shu urushib talashib katta bo'lib maza yurardik. Shunda qozoq yigit o'tirardi, gitara chalardi. Men u payt yoshman, bir 10-12 yosh paytlarim. Shunda shu yigit vahshatli qo'shig'i chiqqanda, yangi chiqqan paytlarda shu bola ashula aytardi shuni. Italyanchada aytardi. Biz tomosha qilib havas qilgan edimda. Men aytdim, "Ya Alloh, shu qo'shiqni men ham ayta olarmikinman" degan so'z ko'ngildan o'tdi-da. Alloh 30 yildan keyin nasib qildi. Qarang. Men aytdimki, shuning uchun aytadiki, yaxshi niyat yarim mol deydi. Har qanday niyat qurish kerak ekan, Alloh kuni kelganda sabab qilib o'sha narsani berar ekan. Shu kelgan shu bozorda yuribmiz endi yigitlar bilan shu bir kiyimlar olamiz, boshqa qilamiz deb. Ketyapti, bir qarasam bir burchakda bir dona shlyapa turibdi-da. Hali joyda. Shuni olib berishdim, hali sotuvchiga olib berdim. Oldim, bunda kiysam. Bo'ldi. Keyin haligi xonaga keldik. Yigitlar oldiga shuni shlyapani kiydim-da, kirib Alloh ko'ngilga solib Fathulla Chelentano degan so'z chiqib ketdi. Fathulla Chelentano nima qildim? Keyin bolalar hammasiga qarab qoldi. Men aytdim, "Men shu yo'lda ijod qilaman" dedim. Shuna qilib keyin italyancha qo'shiqlarni o'rganib, shu O'zbekistonga kirib kelib, keyin o'sha italyancha qo'shiqlarni studiyada yozib, keyin to'y hashamlarga, konsertlarga, umuman xalqqa chiqishni boshladim. Oldiniga ozgina
O'zbekiston sal tushuna olmadi. Fathulla Chilintano degan so'z sal quloqqa o'tirmadi. Qo'pol qilib etmay qolgan, yoqimsiramadi demayman-ku, sal quloqqa o'tirmadi. O'shanda sekin yo'q, odamlar xalq yaxshi qabul qilish boshladi. To'y hashamlarda ham shu ashula birinchi hammadan o'tirib keyin aytsam, "Ya, bu italyancha ovozi ham o'xshadi, o'zi ham yaxshi aytdi." Oldimga kelib bir ikkitasi, "Men Italiyaga borib kelgandek bo'ldim" dedi. Keyin bir ikkitasi borgan ekan yoshligida, "Men Italiyaga borganman falon yillari. Bir ko'rib maza qildim seni" deb aytdim. Xudo rozi bo'lsin. Maza qilgan bo'lsanglar, xursandmiz. Bir shingil bo'lsa ham ko'ringlar ola olgan bo'lsa deb. Endi bilasizki, ijodkor ish shu. Shunaqa. Ana san'at xalqga qani bir qo'limizdan kelsa, bir insonni, bir muxlisimiz bo'lsa, biz o'sha uchun mehnat qilamiz deydik. Demak, mana shunday qilib o'zingizga uslub yaratdingiz va taxallus orqali san'at olamiga kirib keldingiz. Nega Manzur guruhini ijodini davom ettirish g'oyasi tug'ilmadimi? Yoki yakka ijodda xohladingiz? Yo'q, endi haqiqatdan Manzur guruhi endi juda ham go'zal vaqtlar edi. Shu 90-yilda biz 96-yil Botir Zokirov konkursida laureat bo'ldik. Juda go'zal ijodlar bilan chiqqanmiz. Shu paytda televideniyada shu kliplar olingan vaqtlar bo'ldi, konsertlar bo'ldi, mana shunaqa ijodlar qo'yirdik. Endi taqdir taqozosi bilan do'stlarim Alloh rahmat qilsin, hayotda bular yosh o'tib ketishdi, dard chalindi. Bilasiz, hozir juda ham hozirgi kunga kelib juda ham bu narsa rivojini olib ketdi. Shu rak kasali boshidan oldiniga Mahmudjon do'stim u bilan chalinib qoldi. Alloh rahmat qilsin. Keyin Baxtiyor do'stim. Baxtiyor ham aktyorlik sohasida ham ishlagan, shaytanatlarda ham o'ynagan rollar, bir ikkita kinoda, men ham o'zim bir ikkita kinolarda birga o'ynaganmiz. U ham Alloh tobi shularni qanaqadir taqdiri azali shu ekanda. Alloh rahmat qilsin. Juda ham yaxshi insonlar, juda ham yaxshi haligi ijodda ham juda ham go'zal yurishgan yigitlar edi. Alloh rahmat qilsin. Undan keyin yaqin atrofda Sultonbek degan do'stimiz ham u yurakdan o'tib qoldi. Men shu bular Mahmudjon endi bu ancha yil oldin 2000-yillar boshida olamdan o'tganda san'atdan sal qanaqadir odam sal sovushanmas, qanaqadir odam sal qanaqadir shu yigitlardan keyin bir sal bunaqa chetda qoldim ozgina. 4-5 yil o'zim ishlarim bilan yurib, men boshqa kasb hunarlar ham qilamiz, alhamdulillah, Xudoga shukr. Shundan keyin yo'q, baribir san'at ichida yurgan odam bir ichingizdan shu kelar ekanda. Shu nimalardir qilgis kelar ekan, qanaqadir bir o'sha gitaralar chalib, ashula yozib, men hech o'ylamaganmanki, she'rlar yozaman, ashula yozaman deb. Endi yoshida sal sho'xroq bo'lganmiz, o'z bilasiz, sho'x, qo'pol bolalardan muji nozik narsalar chiqmaydi-da. Lekin Alloh ko'ngilga soldi, qalb yumshatib, she'rlarga ham o'zim uyg'onib, o'sha og'aylarimga ham she'rlar yozdim. O'tgan xotira deb ashulalar yozdim. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Haligi keyin rahmat Xudoga sen bor uchun deb ayollarga she'r yozdim. Shularni hech naql olmasdim. Qattanman. G'oya kelib, she'rlar ham o'zi kelish boshladi. Shu ijodlarni qilib yurganimizdan keyin 90-yillar Mahmudlar, Manzur guruhi bo'lib qilgandan keyin yurdik. Keyin men ijodni boshlagandan keyin kim bo'lib yoqda Chilintano bo'lib taxallus bilan kelganimdan keyin O'zbekistonga Manzur guruhini bir yosh yigitlar chiqishuvdi. Manzur guruhi bo'lib tiklanib chiqishdi, kliplar chiqarishdi televideniyada. Men ularga endi xalaqit bermadim va shu ruxsatlar so'rashdi, boshqatlashdi. Bemalol. Keyin lekin hozirgi kunga kelib o'sha rahmatli Manzur guruhi Mahmudjonni ijodidan bir ikkita ashulalar bor. O'sha narsani endi Xudo xolasa hozir niyat qilib turibman. Shularni xalqqa olib chiqishga bir ikkita ashulalar bor. Bir ikkita ashulalar ham qildim. O'sha umr haqida aytgan ashulasi bor edi Mahmudjonni. Shuni sal sayqallantirib aytib berishim mumkin. Qani marhamat. G'amginroq aytilgan shular, men sal buni kayfiyat ko'taradigan qilib aytdim. Marhamat. Musiqalarni ozgina o'zgartirib la 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 la
chiqqan tush. Umr nima ey odam? Umr yo'ldir bir quloch. Armon nima ey odam? Armon ham bir ehtiyoj. Omad nima ey odam? Ikkala sof qo'lingdur. Orzu nima ey odam? Orzu yurgan yo'lingdur. Qayg'u nima ey odam? Qayg'u ham shirin armon. Baxt nimadir ey odam? Baxt bir burda qora non. Ey la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yolg'on nima ey odam? Yolg'on uzun ertakdur. Haq nimadir ey odam? Haqiqat qon yurakdur. Yolg'on nima ey odam? Yolg'on o't o'smas dala. Haq nimadir ey odam? Haqiqat bu yetim bola. Ey la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Umr nima ey odam? Umr uchib ketgan Rahmat. Judayam insonni o'yga soladigan, so'zlari ham o'sha qalbga yetib boradigan so'zlar ekan. Ha, so'zlari chiroyli edi. Mahmudjon rahmatli qo'shiqlarni aytgan edi. O'zi sal boshqa talqinda aytgan. Men sal o'zimga o'zgartirib, sal yengilroq qilib, xalqqa sal tezroq borish uchun, sal yoqimliroq bo'lish. O'zi baribir jonli ijro insonni qalbiga tezroq yetib boradi. Albatta. Ham eng yaxshi ko'rgan musiqiy asbobim uchunmi shunaqangi maza qilib eshitdim. Bu ijro uchun sizga tashakkur. Endi bu asbob haqiqatda butun dunyoga tan olingan asbob, sababiki bu bilan har narsa qilishingiz mumkin. Buni chegarasi yo'q-da, buni. Misol uchun o'zimizga yoshligida bir rubobda o'qiganmiz. Ruboblar bir ma'lum bir kuylardan keyin chegaralanib qolishi mumkin-da. Bunda siz musiqa ham chala olasiz, o'zingizga ham akkompaniment bera olasiz, ham usul ham bera olasiz, hattoki, to'g'rimi? Usuli mana. Misol usullar akkompaniment ham solo ham chala olasiz. Har narsa chegarasi keng, doirasi keng. Shuning uchun ko'p insonlarga, butun dunyo tan olgan ko'p insonlarga yoqimli. O'zini ovozi ham yoqimli. Bilasizmi, bu ijoddan tashqari Iqbol Meliqo'ziyev filmida biz soundtrackingizni ham hattoki ko'zimizga tushdi, eshitdik. Bu qanday hamkorlik bo'lgan bu filmda? Kulrang ko'tarib olib, uyalmasa, bo'ldi. Сколько это можно? Menga sen toifangdagi yigitlar umuman yoqmaydi. Understand? What? Bolam deb tushirib yubording uni orqasini. Biz u bilan Londonga ketmoqchimiz. To'yimizni o'sha yerda qilamiz. O'g'limiz Londonga ketayotganimiz. Yeah, we had to hit London. Londonga ketish fikri o'g'lining kallasida. Qayerdan paydo bo'lgan? Boshimda mingta fikr kimga ham aytay. Yolg'iz ketib qoldim o'zim quvvatga olay. Harakat qilmoq lozim, kerak emas shoshmoq. O'zingdan qocha olmaysan. Manchester United o'yinni stadionda ko'ramiz-a? Albatta. Borar joyim London, ketar joyim London. Dengizlar bo'yiga, janonlar qo'yniga. Nima tuxumi? Joyim London.
bo'lsa kerak ekan. Juda mijg'ov odam. Faqat bir muammo. Ketaman dedim, ketaman. Ketaman dedim, ketaman. Men turmushga chiqyapman. Bunday katta xatoga kim yo'l qo'yayotgan ekan? Bilsak bo'ladimi? Ko'zim ochiqligida to'yingni ko'rib qolay. Sen uylanmagan yigitsan. Yarim kechasi mumkin emas. Endi nima qilamiz? Ya onang nima qilamiz deb tutganmi seni? So'ta yezdimi? Amita Bachchanga o'xshab bunaqa qaramang. Ucharman yana xayollar og'ushida. Bulutlarga tenglashib osmonlar uzra. Qanot yozib boqarman xuddi qahramon. Uzoqlarga tomon ergashib. Borar joyim London, ketar joyim London. Dengizlar bo'yiga, janonlar qo'yniga. Borar joyim London, ketar joyim London. Faqat bir muammo. Ketaman dedim, ketaman. Shampunni dushda tekshiriladi. Vaalaykum assalom. Nega? Voy, haligi terlab ketib xo'jay. Nima kerak bizga London? Borar joyim London, ketar joyim London. Dengizlar bo'yiga, janonlar qo'yniga. Borar joyim London, ketar joyim London. Faqat bir muammo. Ketaman dedim, ketaman. Ertaga bittasini ko'tarib kelsa nabirangizdir. Meni bolam tanishing desa, hayron bo'lib o'tirmagin. Janobi oliylari, yana nima gunoh qilib qo'ydim? Guli, bu qilgan ishing uchun umuman kechirmayman. Otani qo'yni bolada, bolani qo'yni dalada degandilar. Bu rahbarlik. Otani emas, onani. O'sha sumkangga uylana qol. Tushundingmi? Так что ketishi xayollaringdan chiqarib olaring. Я поеду в London. Avvalo Iqbol akamiz Meroqo'ziyev yaxshi inson, yaxshi ijodkor. Ancha yildan beri hamkorlik qilganmiz. Bir kino shu yozamiz, kino olamiz jarayonida o'shanda bir g'oya kelib, soundtrack. Bu o'sha so'zlarini ham o'zim yozdim. Soundtrack yetilagi haligi joyda o'sha kinoga mosroq bo'lsin, o'sha haligi joyda borar joyim London, ketar joyim London deb. Shu yo'q, yaxshi soundtracklar yaxshi chiqdi, kinolar ham yaxshi, ancha xalqimiz ko'rib, eshitib, ko'pchilik mana shu soundtrackni hozir esimga soldingiz. Bir do'stim haligi bilasizlar, mamlakatlar bo'yicha katta mashinada haligi dalniboynik deydi-ku, dalniboyshlik bo'lib ishlaydi. Bir kun kelib gapirib beryapti. Ukrainaga borgan o'sha paytlarda, o'sha kinolar chiqqan, soundtrack chiqqan paytda Ukrainada bir deydi, ovqatxonaga kirib ovqatlanib o'tiribmiz deydi. Haligi o'sha yerdagi xizmatga qilayotgan insonlar kelib deydi, so'radi. O'zbekistonligimizni bilib deydi, keyin bir qo'shiq qo'yib beraymi deb deydi. Qo'ydi, keyin boshqa yana bormi qiziq, bitta qarasa san chiqib kelding deydi. Sani deydi, mana shu haligi yetgan shularni ko'rib deydi, baqirib yubordim deydi haligi. Ya'ni aynan mana shu soundtrack. Mana shu soundtrack ko'rib qolgan o'tdi. Deydi, hayron bo'lib deydi, shunaqa meni bu og'aynim, meni sinfdoshim deb deydi, haligi joyda bir shunaqa bir maza qildim, aytdim, ya Alloh rozi bo'lsin deb. Kelib shunaqa gapirib beryapti. Bu shu joylarda ham shu bolalar nasib qildi ko'rishib, elimizga yomon emas taqdim qildik o'shani soundtracklar. Yaxshi, Xudoga shukr. Iqbol Mulaqizov bilan hozir ham birgalikda yangi Xudo xolisa ijodlardamiz. Ikkita g'oyalar bor, Xudo xolisa birga davom ettiramiz. Xudo xolisa. Bilasizmi, bir yigitga 40 hunar ham oz degan naql bor. Albatta. Fathulla Chilentano bu kasbdan tashqari yana qanday kasblar bilan shug'ullanadi? Endi aslida o'zi hayotda yuqtirgan narsa bo'lar ekan. Inson o'zi ko'liga solib o'sha narsani qilmasangiz, siz hayotda o'zingizni o'rningizni topa olmaganday bo'lib qolasiz. Shu hayotdan energiya ola olmaysiz-da. Siz o'sha qilayotgan ishingizdan agar rag'bat olsangiz, energiya olsangiz, siz insonlarga yaxshiligingiz tegadi, siz qaytara olasiz. Garmoniya deydi-ku. Men
hozirgi kunda ham ertalab voqli turib o'sha farzandlarimni maktabga olib borib mashinada ozgina Toshkentni aylanaman. O'zimizning jaydari tilda kira qilaman. Taksistlik deydi. Ozgina xalqqa o'rganaman. Bular nima, qanaqa o'zi, misol uchun ishga borasiz, kelasiz, bir yo'nalishda bo'lib qolasiz, lekin qolgan joylarning o'zgarishini sezmay qolasiz. Hayotdan qolib ketishingiz mumkin, ko'rmay qolasiz. Shu payt shu 1 soat, 2 soat Toshkentni aylanasiz, yoqqa borasiz. Bu yerda aslida gap pul topishda emas, misol, lekin bu narsa kerak. Lekin siz avvalo o'sha xalq ichiga kirasiz. Ya'ni ular bilan har bir bilan suhbatlashasiz. Suhbat qurasiz, haligi bilan bir kayfiyatni ko'tarasiz. Gapayt mashina kulda bo'lib qoladi. Bir yaqindan bir kelyapman. Bir ayol to'xtatdi, falon joygacha deydi. 3000 so'm bersam bo'ladimi deydi. Bir bekatga. Aytdim, o'ris ayol ekan. O'tiring dedim. Pulingiz ham kerak emas sizning endi. Orqada ham bir ayol o'tiribdi. Oldiga o'tirdilar, shu ketayotganda haligi endi ertalab bo'layotgan voqea. Men bilasizmi, nimaga pulingiz kerak emas deb aytdim desam, haligi nimaga dedi. Men aytdim, sababiki zdaching yo'q dedim. 3000 so'm bersa 2000 so'm qaddan topasiz, haligi 5000 beradi 3000. Haligi ayol kullidi, haligi kayfiyati ko'tarildi. Mana ko'rdingizmi unda? Mana siz hozir bir kayfiyatingiz ko'tarildi. Hozir ishga borasiz, shu kayfiyatda siz xalqqa o'sha ishxonangizga ulashasiz. Shu bilan kuningiz chiroyli o'tadi. Ham haligi rahmat sizga deb duo qilib tushib ketishadi. Qarang. Keyin biz yoshlikdan men shu maktabni o'qib yurgan paytimizdan uni ham Alloh ko'ngilga soldi. Sartaroshlik kasbini tanlab o'sha paytda boshladim. Hozir mana shu paytgacha endi juda ko'p joylarda ishladik, chet ellarda ham ishladik. Katta hurmatli joylarda ham ishladik. Hozirgi kunda ham aynan mana shu kasb bilan. Shu kasb, bu kasbni endi kirmagan joyimiz, hali bir insonni sochini olmagan odamimiz qolmadi desam ham bo'ladi. Endi bu haqiqatda shunaqa bir ulug' kasb ekan. Alloh ko'ngilga soldi, yuqtirdi deydi-ku. Bir kunda bir insonni hojatini chiqarmasam qiynalaman hozirgi kunda. Sababi sizga aytsam uydaman. Men aytaman-da mana yigitlarga, bir shogirdlar yoki bir do'stlarga bir inson senga bir kunda rahmat, baraka top deb aytdimi deyman. Mana shu so'zni shaydosiman deyman. Mana siz shuni xizmatini qilasiz. Haligi inson rahmat, baraka toping deydi, Fathullaga rahmat deydi. Ha, Alloh rozi bo'lsin deyman. Endi umr qancha bergan bu Allohga ayon. Lekin hayotimizda shu insonlarning hojatini chiqarib, xizmatini qilib, elga eng kerakli inson bo'lib yashashimizdan xursand bo'lamiz. Albatta. Keyin boshqa kasblarda ham yurdik, hammasini, lekin hech qaysiga hali ziyon tekkizmasdan. Bu sohada ham hozirgi kunda ham haligidan bir yaqinda intervyu berganda, hali ko'pchilik ko'rib, hammasi hayronda, mahalladagilar ham, okalar ham, yosh kattalar ham, boshqasi ham ko'rib, ertalab taksist, obed stilist, kechqurun artist deyman-da. Shuncha aytdim. Endi Alloh o'xshavotdi. Qo'limizdan kelyapti. Nimaga qilmaysiz? Dangasadan Xudo bezor deydi. Xudoga shukr, ellik xizmatidamiz. Har kuni borib xizmatini qilamiz, hojatini chiqaramiz, haliga rahmat deydi, yana unga pul topamiz, halol rizq xonadonimizga olib kelamiz. Qoyil. Baraka toping. Keling endi yana bir ijod namunasidan tinglasak. Haligi boya Manzur esladik-ku. Manzur esladi, biz ko'pchilik hozir xotirasidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, chunki u yigitlarimiz o'tib ketdi bu dunyodan. Shunda biz 90-yillar o'sha Mahmudjon Ahrorov aytgan qo'shig'i bor edi, haligi esladi, misol sal shingil qilib beraman. Shamol esdi Majnun tollar shoxini egib, suvlar oqdi atir gullar bargiga tegib, ko'ngil orom istar, jonim yumgin ko'zlarni, tog'lar bag'ri maftun etar bugun bizlarni. Bu tog'lar go'zal, bu bog'lar go'zal, yoshlik sho'xlik bo'lsa, bu chog'lar go'zal, bu tog'lar go'zal, bu bog'lar go'zal, yoshlik sho'xlik bo'lsa, bu
chog'lar go'zal. Mana shu qo'shiq bilan xalqimizga tanilgan edik. Shu Manzur guruhi bo'lib, juda ham o'sha kliplar olib, o'sha paytda haqiqatda Mahmudjon Ahrori bu qo'shiqni juda go'zal aytgan. O'zi ovozi ham juda go'zal edi. Endi biz san'atga Fathullo Chilintano bo'lib, g'oya bilan kirib, Chilintano taxallusida ijod qilayotgan bo'lsam, bu yerda ko'proq italyancha ashulaga urg'u berildi. Shu boshida italyancha ashulada, mana bilsangiz, bizning o'zbekcha ashulada o'zimizning o'zbekona nolalari bor-da. Milliy ohanglar bor. Milliy ohanglari bor. Misol uchun o'zbek mana shu o'zimizning san'atkor yigitlar qancha men qoyil qoladiganim butun dunyoni ashulasini ayta olamiz-da. To'g'ri. Shunga qoyil qolaman-da. Haliga bizning yigitlar hali safarda bo'lganimda ham bir men endi o'qiyotda Sozanda edim. Bir yigitimiz ham turkcha qo'shiqlarni aytardi. Hali turklar kelib hayron qolardi. Turkcha gapirsa, turkcha gaplasha olmayman sen. Sen qanaqa qilib ashularni shunaqa hali aksent deymiz, bez aksent aytasan, men shunaqa yodlaganman derdi. Shunga hayron qolishardi. Shunga o'xshab biz ham hali italyancha ashulalarni maqsad bir xil boshida sen aytmagansan deb maqlishdi-da. Chunki men aytdim, "Yo'q, Xudoga shukr. Shularni o'rganib maql yuribmiz" deb. yaramga hissetmagin so'zlashga oshiqman yaramga tuz sepmagin
xalvatchi dardda yaramga tuz sepmagin so'zlashga oshiqma yaramga tuz sepmagin halushkasda yaramga tuz sepmagin so'zlashga oshiqma yaramga tuz sepmagin ko'ngil shikasta qoyil lekin tahsinga sazovor. Hammamizga nasibsin elga xizmat qilib, shu elni bir shingil bo'lsa ham, hali hojatini chiqara olsak, ko'nidan joy ola olsak, hayotda qilayotgan mehnatimiz zoya ketmayapti deb hisoblaymiz. Albatta. Xo'p, san'atda qaysi illatlar siz g'ashingizga tegadi? Endi hozir qanaqadir bir yomon odatlarda illat deganingizda endi san'atda lekin men san'atga kirgan insonni men xohlardimki shu avvalo qalbi go'zal bo'lishini xohlardim. San'atni shu go'zalligini buzmasligini xohlardim. Biz qanchalik bunga loyiqmiz, qanchalik bilmayman-ku, lekin harakat qilamizki, shu san'atga gard yuqtirmaslikka. Bu san'at bir mo'jizaviy yo'nalishki, san'atga kirgan inson men avvalo aytamanki, g'urromlik qilish kerak emas. Nima ish qilsangiz ham, halollik, nima kasb hunar qilganingizda ham avvalo shu o'zingga g'urromlik qilmasang, o'shanda shu haligi qilayotgan ishingga yo'nalishing, o'zing qilayotgan ishingda maqsadingga erishishing to'g'riroq bo'ladi deyman-da. Sababiki, mana har birimiz ham o'zimiz bilamizda, har birimizni qilayotgan ishimizda qatta aldash mumkin, qatta aldamaslik mumkin-da, misol uchun. Hammamiz sezamiz, shu narsani bilamiz, lekin shu aldamaslikni xohlayman. San'atda kelgan insonlarni kibrlanmasligini xohlayman. Bir yoqtirmaydigan odatlarim shu kelgan san'atga kirdingmi, shunga loyiq bo'lishni xohlayman. O'sha narsani qadriga yetib, mayli hayotingda balkim taniqli bo'lmassan, shart emas taniqli bo'lish. Balkim taniqli bo'larsan. Bu hammasi Allohda. Lekin qilayotgan ishing manfaatdor bo'lishini xohlayman. Shu insonga manfaat tegsin, birovning g'ashiga tegmasin, birovning ko'nglini ranjitmasin. Qilayotgan mehnatingdan ko'rgan odam, mana ishda bir chiroyli narsa bo'lgan ekan, degan ko'ngildan bir o'tkazib, omadini bersin, yo sog' bo'lsin desa ham, shuni o'zi yutuq san'atkorga. To'g'ri. Shuni o'zi menimcha hamma unvonlardan kattasi shu bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, kelajakda orzularingiz, yana nimalar qilmoqchisiz? Qanday yangi loyihalar insonni baribir ongida, ruhiyatida anglatadi-da nimadir qilishini. Sizni ongingiz nima qilishingizga undayapti? Men xohlardim, avvalo Alloh kuch g'ayrat bersin. Mana shu ijoddan to'xtamasni xohlayman. Chunki ijodda yurgan inson hech qachon qarimaydi. To'ppa-to'g'ri. Bu fikringizga qo'shilaman. Ijodda yurgan inson yoshini, hayotni shunaqa bir barakali o'tadiki, hozir men shu bir aytganingizni sal orqaga nazar solsa, ancha yo'ldan o'tganmiz-da biz ham. Lekin hozirgi kunga kelib san'atga endi qadam qo'yayotgandaymiz. Mana shunisi menga yoqadiki, san'atga har doim yengil nafas bilan qaraysiz, lekin ortingizga qarasangiz ancha yo'lni bosib o'tgan bo'lasiz-da. Shu yoshligimizda shu Manzur guruhida ham yurganimizda bir kunda u paytda juda to'y hashamlar ko'p bo'lardi elimizda, bilsangiz. Bir kunda 3 mahalla to'y o'tkazardik. Mana ertalar esingizda bo'lsa, zakslar bo'lardi. Shu Navruzlarga, ana Navruz zaksxonalarga borib to'ylar, restoranlarda zaks o'tkazardik. Undan keyin kunduz kuni yo beshik to'y, yo challari bo'lardi. O'sha paytlarda shunaqa bo'lardi. Hammasi jonli, hammasi hovlilarda, uylarda, endi sengiz degan kafelarda shunaqa zaks nimalar bor, debochalar o'tardi. Lekin hammasi uyda bo'lardi.
kechqurun yo ziyofat yo nikoh o'tkazardik. Bir kunda 3 mahal tinmasdik, charchamaganmiz. Nimagaki ishqibozchilik bor edi. U pulni biza qiziqmaganmiz ham, qanaqadir pul deb yugurmaganmiz ham-da. Shu bizaga shu to'yga borsak, chalsak, shu odamlarni xalq ichida yursak, shuna kayfiyatimizni ko'tarib, hayot bilan hamnafas bo'lib o'sardik-da biz. Hozirgi kunda ham o'sha hissiyot bor. El ichida xalq bilan hamnafas bo'lib o'sish, birga yashash, bir imkon bo'lsa Alloh nasib qilsin, yaxshi kuylar yaratish, bir insonlarning ko'nglida qolib, qalbida qolsak, balkim nasib qilsa tarixda qolsak, xursand bo'lib qolamiz. Ijodlarga hozir yangi g'oyalar bor. Bir ikkita qo'shiqlar yana yasamoqmiz, haligilarni o'rganib, ustida ishlayapman. Do'stlar haqida hozir haligi bilsangiz, yo'nalishlar ko'paydi, sababiki mavzu ko'paydi. Ilgari sevgi faqat muhabbat bo'lgan bo'lsa, ota, ona bo'lgan bo'lsa, hozir do'stlar ham ko'paydi. Keyin xiyonat so'zlar, bunaqa so'zlar ko'p hozir ishlatilyapti. Har xil so'zlar. Hozir elimizda juda ko'p insonlar ijod qilyapti. Shu qatorida mana hozir yo'nalishlar bilan ijodlar qilyapmiz. Misol uchun do'stlar haqida ham bir qo'shig'imizlar mana. 5 qo'l barobar emas. Odamlar bir xil emas. Do'st berganin hech qachon dushmanim bera olmas. Do'stlar ko'paygan sari raqiblar ko'ra olmas. Bugun sog'man salomat, siz bor uchun do'stlarim, doim yonimda turgan, men kulganimda kulgan, yiqilsam tirgak bo'lgan, siz o'zingiz do'stlarim, xatolarim birma-bir doim yuzimga aytgan, kuysam yurakdan kuygan, siz o'zingiz do'stlarim, jon do'stlarim, ham qadrdon do'stlarim, boringizga ming shukrlar, chin mehribon do'stlarim, jon do'stlarim, ham qadrdon do'stlarim, boringizga ming shukrlar, chin mehribon do'stlarim, boringizga ming shukrlar, chin qadrdon do'stlarim. Rahmat. Endi qisqa qilib beraman. Rahmat. Bilasizmi, san'at insonga juda ko'p narsalarni beradi. Kimlardir bu soha orqali boya aytib o'tganingizdek ko'p pul topadi. Kimlardir do'st topadi, kimlardir yo'qotadi. Fathulla Celentano san'atdan nima topdi? Hayot. Meni hayotim. Mendan bir savol berishdi. Yaqinda ham sizga hozir shu yoshligingizga qaytadan hayot yo'lini berilsa nima qilardingiz? Nimani o'zgartirardingiz deb aytdim. Hech nima. Sababiki Alloh qanchalik bizga shu kungacha yetib kelgan, buyurgan hayotimni men hech bir joyda tasavvur ham qila olmasdim. Hech bir joyda yoza olmasdim. Hozir har birimizga bir yozgan hayotingizni bir 4 ta narsa yozamiz-da. Uni xohlayman, buni xohlayman, shu yog'iga o'tolmay qolamiz. Chunki bizning aql doiramiz bu narsaga yetmaydi. Alloh buyurganini sababiki hayot nima uchun go'zal? Sababi Alloh buyurgandan siz kurashasiz, yengasiz, tirishasiz, sabr qilasiz, qattiqdir. Shundan bir narsalardan kechasiz, shunda hayotda mazmunni tushunasiz. Men baxtli insonman, sababi hayotda bu sohani ham ushlab qoldik. U sohani ham ushlab qoldim. Ya'ni hunarlarni ham ushlab qoldim. Bir paytlar savol berdim. Yo uni qilay dedim, yo buni qilay dedim.
chunki bir hunarni eplash ham qiyin. O'shanga haligi darajasiga, professional darajasiga olib chiqishgacha qiyin. Qaysidir o'rinda baribir. Sababiki siz mijoz yig'ishingiz kerak, tirikchilik qilishingiz kerak, o'sha joyi olasiz, joyini pulini to'lashingiz kerak. O'shanda aytdimki, hozir menga xalaqit bermayapti. Buni ham agarda bir xalaqit beradigan payt kelsa, o'shanda bir o'ylab ko'ramiz. Hozircha bermayapti. Mana hozirgi kungacha alhamdulillah, hozirgi kungacha hech hunari bir chekka surganimiz yo'q. Hozir ham el xizmatidamiz. Bemalol, bexijolat. Bu gapdan men uyalmayman. Bir xil o'ylaydiki, unda san'atkor. Yo'q, san'atkor oddiy inson bo'lishi kerak aslida. Shu oddiyligini agar epla olsak, biz san'atkor bo'lamiz. Agar oddiylikni epla olmasak, biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. San'atkor insonni xohlardimki, 50 ichida bo'lishini xohlardim. O'sha ilgarigi juda ulug' insonlar, juda ulug' san'atkorlar 50 ichida bo'lishgan ular. Ya'ni samimiylik bo'lgan. Samimiylik bo'lgan, oqibatli bo'lgan, oddiylik bo'lgan, sodda dillik bo'lgan. Shu narsalarga qani biz ham erisha olsak, shu narsani qila olsak, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Demak, endi bugun Fathulla Celentanodan aynan Celentanoning qo'shiqlaridan ham tinglaylik. Mayli. Sette giorno Portofino, io mese sei troppe. Hanno detto Coccorrito, non mi compri compa te. Sei scoppato Malibu, grossista di bijou. Susanna, 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 Susanna mon amour. Io turista piccinese, tu regina di Bica, indossavio bracchignese ed un triangolo di strass. Dover ven con me. Tu m'hai detto sì, passerò. Susanna, 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 Susanna mon amour. Susanna, 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 Susanna mon amour. Oh, 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 oh. Ero sono sulle spese, imbogliati a un usurai. S'affianciò quarto streghe e poi Safri dove stai? Sei scoppato Malibu, grossista di bijou. Susanna, 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 Susanna mon amour. Umida, 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 umida go'zal qiz. Et non specto mon amour. Qoyil, qarangki, shunchalik kayfiyatimiz ko'tarilib ketdiki, nafaqat men beixtiyor raqslarga tushib ketdim. Bizning yigitlarimiz ham hattoki mana shu bizni ruhiyatimizda, holatimizda bo'lishdi. Buning uchun sizga yana bir bora tashakkur. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Vaqtingizni ayamasdan bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun, yana bugun unutilmas kunda tashrif buyurganingiz uchun sizga rahmat kattakon. Tilaklaringiz. Avvalo, taklif uchun rahmat, tashakkur. Hammalarga tansihatli, xotirjamlik tilaymiz. Mana ulug' Ramazon kunlari turibmiz. Bugun yana 15-aprel ijodkorlar kuni, madaniyat xodimlari kuni, san'atkorlar kuni. Ularga hammaliga davomiy yaxshi kayfiyat, xonadonlarga faqat yaxshi tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ijoddan to'xtamaylik,
yangi cho'qqilarga, yangi ijodlarga, yaxshi namunali kuy qo'shiqlar yaratishga Alloh nasib qilsin. Hammanglarga rahmat. Sog' omonlikda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Yulduzlikka qadam ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi yulduzimiz siz bo'lishingiz mumkin. Rahmat.